Assalomu alaykum obunachilar, sizlar bilan bugun men Java. Bugungi videomiz doktor haqida bo'ladi. Mening ustozim bor, uning oldiga boramiz. Hozir qani bo'lmasam ketdik. Ustozim oldiga so'shimni ham almashtirib oldim. Bu qog'oz bilan ruchka nimaga desalar, bu qog'oz ustoz gapini yozib olaman, keyin yodlab olaman, keyin bu ruchka yozganim uchun. Qani bo'lmasam ketdik. Ustozim oldiga boramiz. Qani ustoz nima qilyapti ekan? Bugun anaqalar keladi deyapti. Shifokorlar ko'p keladi deyapti. Ish ko'p kelgan deyapti. Matta ustoz anaqa dori yozib beradi. Ichkarida yana to'p bor. Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom. Ertalabkisi o'rasanmi? Narigi o'qish qani? Diyor qani? Ustoz bo'pti. Diyor bugun kasal ekan. Joylab qo'yib o'tirib kelmaydigan bo'lib qoldi. Men xullas qolaman. Siz dedim, joylab qo'yib tashak. Matta uni tekshirib o'tirish kerak edi. Xo'p, ustoz. Bugun kimlar keladi yana? Endi demoqchi edim. Bugun gapimizda boshqasi. Ustoz kelmasa men ketaman. Xo'p, ustoz Kelaman dedi, uni buvasi o'tibdi. Xo'p. Ustoz, bugun nima qilamiz? Sen mana shu anaqa qarab tur. Men hozir kelaman. Men anaqa dori olib kelishim kerak edi. Dorilar turibdi-yu. Dorilar yetmaydi. Xo'p, Dorisi, shamollash dorisi yo'q. xo'p, ustoz bor. O'zim qarab ishanaver. Xo'p, ustoz. Sozim ketdi, ko'rmasin. Mazza qilib uxlaychi. O'g'lim kelsa uxlatar. Mazza qilib uxlab turibman. Odam, kim u? Tur. Nima keldi? O'ynaganimi? Kasal bo'lib qoldi. Nima bo'lyapti? Qani? Ustoz ketdi, dori olgani. Voy bilek, men kasallandim, yordam berolmaysanmi sen? Xo'p, bo'pti. Bitta ikki olib qo'yaman, zo'r bo'lib ketadi. Yo'q, kerak emas, qo'lim kesildi. Uni dori berish kerak, bunga. Nima, qo'limni baylab qo'yishing kerak. Voy, yurish kerak. Chiroqni yo'qmaysanmi? Mana binti bor. Baylab qo'yaman. Baylab qo'y. Mana mani qo'lim ana. Narigi qo'lim. Yo'q, shu qo'limda ekan. Kechirasiz. Ana bo'ldi. Rahmat, bo'ldi. Ertaga yo'qga pulini olib beraman. Sen pulsiz keladingmi? Yo'q, pulsiz keldim. Uyimda qolib ketibdi-da. Xo'p, bo'pti. Ustoz kelguncha olib kelib qo'ymasan, ustoz so'gadaman. Ustozga aytmay turgin-a. Xo'p, bo'pti. Bo'pti, men ketdim. O'ylagani chiqmaysanmi? Men matta so'nggi ketganman, qarab o'tirishim kerak. Mayli. O'rtalarning kasalini olib kelib, davolab qo'yaman tekinga. Tekinga? Ya, bir sek oltin to'lashadi. Bo'pti. Xo'p, bo'pti. Xo'p, bo'pti. Mana ko'rayotgan ekanman. Shunda ustozimni do'pposlab urishyapti ekanda. Hech kim kelmadimi ekan? Ishi taqillayapti, haybal qilyapti. Turibman. Nima bo'ldi? Kecha Real bilan Barselona o'yinini ko'rdingmi? Ha, ko'rdim. 3-2 baqirdi. Viskal borsa, katalon. Realga men qo'limni o'yinaga bitta urdim, aynaysini qo'limga anaqa bo'lib ketdi. Yanami. Nigidan bitlanmiz. Bu bitta ikki o'g'li bilan o'tib ketadi. Yo'q, men ketdim. Yo'q, bo'pti. Ke. Bintaj kerak emas, shart emas, shunchaki
shisha tirnoqlarni yig'ib olsam bo'ldi. Marta nima edi? Bu paxtani olamiz, keyin Senga shu qilich kerak emas. kerak emas. Bu paxtani qo'yib berib tur. Qani ani suv. Sochim xo'rlab qolardi. Bo'pti mana. Qo'lingni tutib tur. Mana qo'lim. Ana tupurdim, xo'lladim. Endi ana qara. Yo'qar, bu qo'lim yuvib kelaman. Bo'pti, qo'lingga tupurdim, ustoz ashuna qilardi. To'xta, bo'pti, to'xta. Men ketdim. Bekor qildim, xafa bo'ldi. Mayli, zato o'rtoqlar, Turkiya Barsa yutdi. Siz Real yoki Barsa? Buni kommentda kutib qolamiz. Ustozdan berish kerak edi. Jessan shartda yotib turadi. Ertaga kelib qoladi. Dorixona ham juda uzoq emas. Shekilli. Mana bilmasan. U achaqlarda edi. Bo'pti. Uxlayver. Ertaga yeb qolarcha bo'lmasa. Juda to'g'rilari ham rosa qimmat ekan. Keyingi safar olaman. Tavba qildim. Jam. Ha, java, ustoz, ha. Uxlaganing yo'qmi? Yo'q. Nima demoqchi? Yo'q, uxlaganim yo'q. Ko'zim ketib qoldi. Beklaringdan ko'ryapman, qizarib turibdi. O'lib qolaman, ustoz. Ha, charchab qolibman-da. 3 ta odam keldi. Ha. Ertaga yaxshi ko'rib Bo'pti. Men yaxshi ishlayman. Rahmat, bo'pti, ustoz ertaga ko'rishamiz. Jonim o'zi kam qoldi. Ertaga yaxshilarni pulini olib kel. Kim o'ldirdi? Do'stlar o'lib, ustoz og'irga tashlab qo'ydi. Ustoz bo'pti. Yo'qal, yaramas. Mata sakravdim, o'lib qoldim shekilli. Yana bilmasam. Matalar mana. Kiyimim. Yebli. Orqamdan yurayaptimi? Obunachilar, haqiqat yo'q bu dunyoda. Haqiqat yo'q. Yebli. O'lib qolaman yana. Uyimda o'tib ketdim. To'xtab turing hozir, ustoz. O'lim yetib qoladi. Ustoz, bitta nima qilyapsiz? O'ldiring. Ustoz, shu narsani oldim bo'ldi. Bittami? Keling, siz joyingizda uxlamasangiz bo'lmas ekan. Ha, bo'pti, boring joyingizga, birga uxlaymiz. Mazza qilib. Gaplashib. Yo'q. Yoting tez, ustoz. Men ish qilishim kerak. Yoting, ne, ustoz? Ustoz, uyimga olmasam bo'ladi. Siz bilan uxlamasam tushmaydi nimagadir. Siz yoqtiradi. Uxlayapman. Mani uryapti o'g'lim. Endi mana nima yeysan? Shu qora qo'ydi. Axir. Obunachilar, agar video yoqqan bo'lsa, like va fikringizni kommentda kutib qolaman. Agar qiyin bo'lmasa, kanalga obuna bo'lib, like bosib, bizni ko'proq kuzatish uchun komment yozib, fikringizni qoldiring. Obunachilar, xayr, salomat bo'ling. Kuningiz yaxshi